niyattilab biz show dasturimizni, oqshomimizni, konsert qismini boshlaymiz. Bobojon o'tgan bo'lsam tug'ilgan muborak. Yana bir marta tabriklaymiz. Allohga quvvat bersin va ruxsatlaringiz bilan sahnamiz markaziga o'zbek qo'shiqchilik san'atida o'z o'rniga, o'z muxlislariga va o'z maktabiga ega bo'lgan ijodkor, muhabbat kuychisi ustoz san'atkorimiz Zafarbek Qurbonboyevni taklif qilamiz. Qarsaklar bilan Zafarbek Qurbonboyevni xonishlaridan kuy-qo'shiq namolarni birgalikda kuylab, bugungi oqshomimizda ajoyib taronalar bilan, qo'shiqlar bilan boshlaymiz. Zafarbek Qurbonboyev bayramimizga, yubileyimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hammangizni bugungi ayam bilan bolalarni himoya qilish kuni bilan tabriklaymiz. Ayollarimiz yurtda bizani zakat qalani vaqtidan shu kichkina bolalarimiz yaxshi inson bo'lsin va yurtimizga, elimizga, xalqimizga kerakli bir inson bo'lib yetishsinlar. Shu rohatini ko'rib yurish hammamizga nasib etsin.